Qanday tovuq zotidan boqyapsiz deb berilgan savolga bemalol Valeriyni jersilarini zotidan boqyapman deb javob bera olasiz. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomiz jersi tovuq zoti haqida bo'lib o'tadi va bizda reklamada bo'lardi tuxum va jo'jalariga zakaz olinadi. Chiroyli qilib sizlarga bu zotni ma'lumotlarini yoritib beraman. Aynan shu sizga ko'rsatib o'tayotgan parranda zotimiz, ya'ni jersini xo'rozlari 7 kilogacha. Hamma xo'rozlar ham, ya'ni hamma jersilar ham bu tarifga, ya'ni 7 kilogacha bo'lgan ma'lumotga kirmaydi. Lekin bularda xo'rozlarni yaxshi parvarish qilinsa 7 kilogramgacha albatta bo'ladi. Makiyonlari esa 4 kilogacha. Agarda siz buni makiyonlarni ko'rk qilib tagiga tuxum bostirmoqchi bo'lsangiz, bemalol bitta induktiv vazifasini bajara oladi. Ya'ni tagiga 18 tagacha bo'lgan tuxumni bemalol yig'ib oladi va bemalol jo'ja ocha oladi. Xarakterlarga to'xtaladigan bo'lsa, tinch va muloyim xarakterli, yaxshi rivojlangan inkubatsiyaga ega. Jo'jalari boshqa tur zotlariga qaraganda juda tez o'sadi. Go'shtining yuqori mahsuldorligi yaxshi, ya'ni yuqorida aytib o'tdik, katakda saqlash sharoitiga mos. Yiliga o'rta hisobda 250 tagacha tuxum beradi. Hammaga qiziq bo'lgan joyi bo'lardi endi tuxumlarining narxlari qanday? Ya'ni hozirgi kunda donaga 10 ming so'mdan qilib tuxumlari sotilyapti. Agarda bizning kanalimizdan chiqib, ya'ni Daromad TV kanalidan chiqdim deb egalariga aloqaga chiqsangiz, albatta bu narxdan ham ko'ra arzonroq qilib berishadi. 100 tadan ortiq tuxum olganga esa 8 ming so'mdan tuxum narxi qilib beriladi. Yana o'shaga bizning nomimizdan chiqib bemalol so'rashingiz mumkin. Hozirgi kunda 60 dan ortiq makiyonlar va xo'rozlar bor. Bu yerda hammasi ko'rsatilmagan. Bu yerda ma'lum bir qism oila ko'rsatilgan. Yana parvarish qilinayotganlari bor. Kunlik tuxumlar soni esa 50 ta atrofida chiqyapti, ya'ni kuniga. Manzilimiz esa Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida joylashgan. Egalarini nomerlarini videoni pastiga chiqarib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bularda endi jo'jalari qancha vaqtda yetiladi, qancha vaqtda tuxumga kiradi degan savolga javob. Bular agar parvarish yaxshi bo'ladigan bo'lsa, biologik jihatdan 7 oyda tuxumga kiradi. Endi biologik jihat nima? Shu haqida ma'lumot beraylik. Biologik jihat bu parrandani tuxum qo'yishga tayyor bo'lish vaqti. Endi biologik jihat shu 7 oyda tayyor bo'ladi. Endi biroz muddat kechikishi mumkin. Bu fiziologik jihatga kiradi. Bu o'zingizda ayrim kamchiliklarga parvarish qilishda ayrim kamchiliklarga yo'l qo'yishingiz. Shu ozuqasini me'yorida berib yaxshi parvarish qiladigan bo'lsangiz, demak bu parrandalar xudo xolasa 7 oyda o'sha nishona berishni, ya'ni tuxum qo'yishni boshlaydi. Tuxumlarin dastavka masalasi qanday bo'ladi degan savolga javob, asosan o'zimizga yaqinroq bo'lgan joylarga dastavka qilib beryapmiz. Viloyatimiz yoki vodiy ichida, uzog'i misol uchun Toshkentgacha ham chiqarib berishimiz mumkin. Uzoq masofaga chiqarib bera olmayapmiz. Sabab tuxum uzoq masofaga borgan sari baribir yo'lda chayqaladi va jo'jalarda tuxum ochib chiqish foizi pasayadi. Ya'ni siz misol uchun 10 ming so'mdan tuxum olyapsiz, jo'jalari chiqish foizi past chiqadigan bo'lsa, sizni ham ichingiz og'riydi, bizni ham topgan pulimizda baraka qochib qoladi. Shu sababli imkon darajasida shu o'zimizda vodiy ichi, uzog'i Toshkentgacha chiqarib berishimiz mumkin. Qolgan uzoqroq joylarga biz garantiya bera olmaymiz jo'jalarning ploti yaxshi chiqishi uchun. Sizlarga taqdim etadigan video roligimiz shulardan iborat edi va bizda Telegram gruppalar ham tashkil etilgan, ya'ni ekraningizga chiqarib qo'yamiz. Daromad TV 11 deb qidirsalaringiz bizning Telegram guruhimiz kelib chiqadi. Bemalol qo'shilib, o'zingiz sotiladigan parrandalaringiz bo'lsa, sotib reklama qilishingiz mumkin. Xo'p, videomiz sizlar uchun yoqqan bo'lsa, bir donadan like-ni bosib, juda qimmatingiz oshib ketsa, albatta kanalimizga bitta podpisatsiya, ya'ni obunani bosib qo'ysangiz, bag'oyatda xursand bo'lgan bo'lardik. Keyingi chiqaradigan videomiz qaysi parranda turi haqida bo'lishini xohlaysiz, uni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling.